Bemor ayrim holatlarda yo'talganda sutga narsa aralashtirib berish mumkinmi? Hozirgi kunda sigirlardan olinayotgan shu sut qay bir darajada? Korobkadagi sutdan bir sigir suti deb qaralmaydi bemor tomonidan. Bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bunisi ham sigir suti. Va patentda ta'kidlanishicha, oliy ma'lumotlarda ta'kidlanishicha, kasal bo'lgan odamga sut va sut mahsulotlarini berilishi yo'talib kuchayishi yoki yallig'lanishni kuchayishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Chunki sutda tarkibidagi kazein ichakni yallig'lanishini vujudga keltirishi mumkin o'z holatida yoki undagi tarkibidagi hozirgi kunda sigirlardan olinayotgan sut miqdorini ko'paytiruvchi gormonlar ishlatilishi qay bir darajada sutda ham bor. Bu o'z navbatida inson organizmining gormonal foniga ta'sir qilishi mumkin. Demak, o'z xolishicha bola kasal bo'lganda o'sha ota bobomizga bergan issiq sutga o'sha narsa aralashtirib asalmidi boshqamidi buni mutlaqo bermang. Buni o'rniga nima qilishingiz mumkin? Bunday holatlarda bolada to'xtovsiz yo'talib jarayonda birinchi o'rinda bunga e'tibor berishimiz kerak. Keyin o'zimizda shu uyda qoshuvda olib dimog'ini qarab ko'rishimiz kerak. O'sha yerdan shilliq tushyaptimi, yo'qmi? Bunaqa holatlarda burniga tomchida, tomoni chayishimiz birinchi yordamimiz. Shifokorga olib borguncha qolganini shifokor o'zi ko'rib, o'zi tavsiya beradi. Sog' bo'ling, salom.